Endi xotin menimcha hozir endi siz aytgan istihola qilib xotin gaplashmaydiganlar juda kam bo'lsa kerak. Birinchi yillar bo'lishi mumkin, lekin hozir ayollarimiz ancha faol bo'lib ketgan, hammasi bemalol gaplashish mumkin va ochiq aytish kerak. Mana hamma ayollarga, erkaklarga ham xotin, avval erkaklar o'zini xotinini va bekorga skripaj demadimda. Har bir erkak o'zini juft halolini, qalbini ocha olish kerak. Mana shu jinsiy hayotdan u lazzat olyaptimi? U rozimi? Uning huquqlari poymol bo'lyaptimi? Jinsiy hayotda to'laqonli yashash bu ayolga huquqi. Bu huquq qaytarib aytaman. Oddiygina bir manfaat emas, huquqi bilasizmi? Agar erkak kishi ayolini jinsiy hayotda o'shani manfaatlarga to'g'ri keladigan harakat qilmasa, bunday jinsiy ojiz bo'lib qolsa, bu ayolga shu ajralish huquqi beriladi. Ajralib ketish huquqi qoladi, tushunyapsizmi? Va shunday paytda shuning uchun ham har bir erkaklarga qaytarib aytaman. O'zining jufti haloli bilan bu mavzuda ochiqcha gapirish kerak. Bizni sharqona ayollarimiz juda ibola, juda o'rmonli ayollar. Haqiqatan ham bu narsani tarbiyamiz shundayki, buni aytishga haqiqatan uyaladi. O'zining onasiga aytishga ham uyaladi hammasi. O'sha bila turib, agar shunaqa ayolga uylangan bo'lsa, bironta erkak, bu bizni boshqarmaymiz. Bu ayol haqiqatan jufti halol, bu sadoqatli ibola ayol ekan. Endi uni qalbini ochish kerak erkak. Yolg'iz qolyapsan degan. Och, nimani xohlayapti? Nimadan rozi, nimadan rozi? Bu erkakka bog'liq.